Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar va bizni kuzatayotgan aziz bolajonlar. Bolajon ko'rsatuvini sog'inib kutgan bo'lsangiz, unda ekranga yanada yaqinroq joylashib oling. Chunki bugungi ko'rsatuvimizda juda ham ko'p iqtidorli va quvnoq bolajonlar bilan tanishdik. Aytgancha dastur davomida men Sevdora sizlar bilan birga bo'laman. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bolajonlarning eng sevimli maskanlaridan biri bu albatta bog'cha. Hozirgi kunda bog'chani tanlash ota-onalar uchun eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya sifati, mazali taomlar, qiziqarli to'garaklar, bularning hammasi bir joyda bo'lsa, hammasi a'lo bo'ladi. Shunday emasmi? Biz bugungi dasturimizni Paxtakor tumanidagi ana shunday ilg'or bog'chalarning birida tayyorladik. Keling, avvalo bu maskan haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lib olamiz. Paxtakor tumanidagi 8-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ko'p yillardan buyon minglab bolajonlarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Bugungi kunda ushbu maskan 240 o'ringa ega bo'lib, 18 nafar pedagog tarbiyachi faoliyat olib boradi. Ularga esa 30 yildan ortiq tajribaga ega Zebo opa Tojiyeva rahbarlik qilib kelmoqdalar. Bu yerda bolajonlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Har kuni turli dastur rejalari asosida bolajonlarning kuni yanada mazmunli o'tadi. Demak, bugungi dasturimiz orqali bog'chadagi bolajonlarning iqtidorlarini har tomonlama sinovdan o'tkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bolalar uchun bog'chada faqatgina ta'lim emas, balki ularning iste'dodini rivojlantirish ham muhimdir. Ayniqsa, raqs to'garaklari nafaqat bolajonlarning jismoniy faolligini oshiradi, balki sahna madaniyatlari ham oshadi. Keling, endi ushbu bog'chadagi raqs to'garaklari ishtirokchilarining chiqishlarini tomosha qilamiz.
Harsagu olqishlar bilan keladi olov bola. Harsagu olqishlar bilan keladi olov bola. Bayramlar fayzi kuy bilan o'ynasin o'g'il bola. Bayramlar fayzi kuy bilan o'ynasin o'g'il bola. Harsaylarni qanotida ko'klarga uchib o'ynang. Bugun vaqti soatida g'amlardan kechib o'ynang. Bugun vaqti soatida g'amlardan kechib o'ynang. Bugun vaqti soatida g'amlardan kechib o'ynang. Harsagu olqishlar bilan keladi olov bola. Harsagu olqishlar bilan keladi olov bola. Bayramlar fayzi kuy bilan o'ynasin o'g'il bola. Bayramlar fayzi kuy bilan o'ynasin o'g'il bola. El yurt do'stlar baxtiga to'ling siz o'g'il bola. Vafodor so'zi ahdiga bo'ling siz o'g'il bola. Vafodor so'zi ahdiga bo'ling siz o'g'il bola. Vafodor so'zi ahdiga bo'ling siz o'g'il bola. Harsagu olqishlar bilan keladi olov bola. Harsagu olqishlar bilan keladi olov bola. Bayramlar fayzi kuy bilan o'ynasin o'g'il bola. Bayramlar fayzi kuy bilan o'ynasin o'g'il bola. Sog' tanda sog'lom aql deydilar. Bolajonlar, siz ham erta tongda turgan paytingizda yoki bog'chaga borganingizda albatta badan tarbiya mashqlarini bajarsangiz kerak. Bilasizmi, 8-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlari juda ham epchil va chaqqon ekanlar. Buni qayerdan bilasiz deysizmi? Hozir birgalikda tomosha qilamiz. So'ngra siz ham bilib olasiz. Demak, bugun musobaqamizda 3 ta shart bo'ladi. Tayyormizmi bolajonlar? Burgutlar jamoasi, lochinlar jamoasi. O'xshab qo'yamiz. Birinchi shartimiz bolajonlar, xalqaro orasidan to'plarni olib o'tib savatchaga tashlaymiz. Tayyormizmi? Unda boshladik. Ikkinchi shartimiz fishkalar orasidan koptoklar bilan yugurib o'tgan holatda savatlarga tashlash. Lochinlar jamoasi, burgutlar jamoasi tayyormizmi? Unda boshladik.
Uchinchi shartimiz arqon tortish. Lochinlar, burgutlar tayyormizmi? Unda boshladik. Bugungi musobaqamizning mutlaq g'olibi Lochinlar jamoasi. Olqishlar qo'yamiz. Bugungi musobaqamizning 3 ta shart bo'yicha g'olibi Lochinlar jamoasi. Barakalla bolajonlar, doimo ana shunday epchil va chaqqon bola bo'ling. Biz esa dasturimizda davom etamiz. Farangiz opam bu gal ham bog'chaga borgan paytlarida bolajonlarga albatta savol beribdilar. Ularning javoblari esa bizga qiziq, demak, tomosha qilamiz. Bolajon ko'rsatuvi o'z yo'nalishida davom etadi va bugun biz bolajonlar bilan suhbatlashish uchun Paxtakor tumanidagi 8-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik va bu yerdagi bolajonlar bilan ham suhbatlashishga harakat qilamiz. Qani, ular bizning savollarimizga qay darajada yaxshi javob berishar ekan. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Shukrona. Shukrona. Necha yoshdasiz? 5. 5 yoshdasiz. Shukrona, buncha chiroylisiz? Bunga yaxshi o'qiganlarim uchun. Yaxshi o'qiganingiz uchun chiroylisiz. Shukrona, bog'chani yaxshi ko'rasizmi? Ha, Bog'chada nimalar sizga yoqadi? bog'chada menga o'yin o'rgatgani uchun, yaxshi mashg'ulotlar o'rgatgani uchun yoqadi. Bog'chadagi dugonalaringizni ismlari nima? Durdona, Sabina, Yaxshi qiz qanaqa bo'ladi, Shukrona? yaxshi qiz, odobli bo'ladi. Uyda sizni kim ko'proq erkalaydi? Dadam, Nima deb erkalaydilar? ona qizim deydi. Ona qizim deydilar. Xo'p, Shukrona, katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Shifokor. Shifokorlar nima ish qilishadi? Odamlar davolashadi. Ukol qiladi. Siz o'zingiz shifokorlardan qo'rqmaysizmi? Yo'q, Shukrona, nimadan xafa bo'lasiz? meni urishgandan xafa bo'laman. Kim urishadi sizni? Opam, Shunday chiroyli qizni ham urishsa bo'ladimi? Nima deb urishadilar? o'ynamayman sen bilan deyishadi. Shukrona, yomon bolalarni qanday qilib yaxshi qilsak bo'ladi? Yomon bolalarni jim deb. Jim desak bo'ldimi? Yomon bola qanaqa bo'ladi o'zi? Yomon bola ayollarda aytganini qilmaydi. Telefonni yig'ishtir desa, oyi birpas o'ynayman men deydi. Kim ko'p telefon o'ynaydi? Opam, Telefonda nimalar bor? telefonda YouTube'lar bor, Instagram'lar bor. Bilar ekansiz siz. Uy hayvonlarini bilasizmi? Qaysilar sanab bering? Uy hayvonlari sigir, mushuk, kuchuk. Mushuklarni yaxshi ko'rasizmi? Mushuklar qanday ovoz chiqarishadi? Miyav deb. Yo'lda ketayotganingizda qora mushukni ko'rib qolsangiz nima qilasiz? Qora mushukni ko'rib qolsam, uyimga olib kirib boqaman. Uyingizga olib kirib boqasiz. Yomon bo'lsa-chi? Yomon bo'lsa olib kirmayman. Bog'changizda qanaqa to'garaklarni o'tasiz? Vaqtimda matematikalarda. Raqsga tushishni ham yaxshi ko'rasizmi? Xo'p, ingliz tilini ham o'tasizlarmi? Qanaqa so'zlarni bilasiz inglizchada? Inglizchada sanashda. Sanab bering qani 10 gacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barakalla. Siz qayerlarga borgansiz? Men parkga borganman. Parkda nimalar bo'ladi? Parkda batut, kachilalar bo'ladi. Sizni kim olib borgan parkka? Dadam, Dadangiz olib borganlar. Ismlari nima? Umid aka. Dadangizni yaxshi ko'rasizmi? Dadangizga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? Qachon aytdingiz oxirgi marta? Bugun aytdim.
kun aytdingiz. Yana bitta aytamizmi? Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Atlas. Kamron. Navbatma-navbat gaplashamiz, a? Kamron necha yoshdasiz? 6 yoshdasiz. Abdulaziz? 6. 6 yoshdasiz. Demak, keyingi yil maktabga chiqamiz, a? Nimalarni yasashga qiziqasiz? Samolyot. Kompyuter. Qoyil. Abdulaziz, sizchi nimalarni o'rgandingiz? Shakllarni, fasllarni, Xo'sh, Kamron, katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? askar. Askar bo'lmoqchisiz. Askar bo'lish uchun nima qilish kerak? Yaxshi o'qish. Abdulaziz kim bo'lmoqchi? Militsiya. Militsiya bo'lmoqchisiz. Uning uchun nima qilamiz? Mashq qilamiz. Mana, Ustozga quloq solish kerak. barakalla. Ikkalangiz o'rtoqmisiz? Ha? Bitta guruhda o'qiysiz, a? Ha? Urushasizlarmi? Yo'q. Bir-biringizni xafa qilib qo'ysangiz nima qilasizlar? Kechirim so'raymiz. Kim birinchi kechirim so'raydi? Men Keyin kechirasizmi? Nimaga o'zi urushasizlar? Urushmasdan o'ynamasa bo'lmaydimi? bo'ladi. Nimalardan urush chiqadi endi? O'yinchoq talash. O'yinchoq talashishdan? Bitta o'yinchoq bo'lsa, menga ber deb talashadi. Futbolni ko'rasizmi? Yaxshi ko'rasizmi? O'ynab turasizmi? Men futbol ko'rgim keladi, lekin buvam milliy qo'ydi. Milliy qo'y deydilar. Futbolni ko'rsatmaydilarmi? Milliyda nima ko'radilar? Milliydan Sizga uyda nima qilish mumkin emas? opam daftarga termaslik. Abdulaziz, eng katta hayvon qaysi? Tuya. Tuya. Eng kichkinasichi? Eng kichkina hayvonchi. Sichqon. Sichqon. Xo'sh, yigitlar, bog'chadagi eng yaxshi bola kim? Shohruz. Shohruz. Nega yaxshi? Chunki indamasdan jim o'tiradi, jim to'xtab o'tiradi. Jim to'xtab o'tiradi. O'ynamaydimi? Yo'q, haykalga qotib o'tiradi. Nega uni o'yinga tortmaysizlar? Chunki ani archa qo'ygan shunga bilmayman. Topishmoq aytaman. Yer tagida oltin qoziq. Sabzi. Sabzi. Qayerdan bilasiz? Opam o'rgatdi. Qachon o'rgatdilar? Har kuni aytadi. O'g'il bolalar nima uchun to'polon qilishadi qiz bolalarga qaraganda? O'g'il bolalar chunki sovuq bo'lib tug'iladi. Sho'x bo'lib tug'iladi. Ularga yarashadi, a? Qizlarga yarashmaydimi? Yo'q. O'g'il bolalar uyda nima ishlar qilsa bo'ladi? Televizor ko'rsa bo'ladi, otani olayotgan qilsa bo'ladi. Televizorni ko'rish ishmi? Yo'q. Qanday ishlar qilsa bo'ladi, Kamron? Po'choq to'yib kelsa bo'ladi. To'p o'ynasa bo'ladi. Kichkina to'p. To'p o'ynasa bo'ladi. Faqat uyda ichida emas, televizorni sinib qoladi. Sindirib qo'yganmisiz? Yo'q. Tug'ilgan kuningizda qanday sovg'alarni olgansiz va olishni xohlaysiz? Dadam Zarchas bozorda menga ana tug'ilgan kunimda xohlagan viyolloq ana olib beradi. Viyolloq? U nima? Velosiped. Yo'q, ana signal. Signal. Nima qilasiz uni? Signalda odamlar ko'rmay qo'yganda eshitmasa ham qattiqiga qo'yib keyin bosaman. Ketayotganingizda bosib ularni ogohlantirasiz. Shundaymi? Kamron, siz qanday sovg'alarni olgansiz? Men avtomat olganman. Samokat olganman, velik olganman. Yosh bolalarning geligida olishni xohlayman. Yosh bolalarning gelik mashinasidan. Shundaymi? Elektron. Elektromobil. $1 milliard dollar. Undan ham arzon turadi-ku. Arzon turadimi? Yo'q, qimmat 1 million. Kimga yaxshi ko'rishimizni aytamiz? Buvamiz bilan dadamizga ayamizga. Bo'ldi. Qani, kameraga qaraymiz. Buvijoningizni ismlari? Mahbuba. Aytamiz. Buvijon? Buvijon men yaxshi ko'raman. Kamron? Zulayg'o. Buvijoningizni ismlari? Aytamiz. Zulayg'oni juda yaxshi ko'raman. Barakalla. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Zilola. Zilola. Necha yoshdasiz? 1. 1 yoshdamisiz? Kattasiz-ku? Aldamang. Aldamayapman. 1 yoshdamisiz? 1 yoshlik bolajonlar gaplasha olmaydi-ku? Esimdan chiqib ketar edi. Nima esingizdan chiqib qoladi? Ha, Zilola? 1 yoshingiz esingizdan chiqib qoladi. 5 edi. 5 edi. Opamdan 2 yosh katta. Opam, men esa opamdan kichkinaman. Opamiz katta. Opangiz sizdan kattami? Siz opangizdan kichkinasiz. Kichkina bo'lish yaxshimi, yomonmi? Yomon. Nega? Men oyam belso'z qil desa belso'zni qilaman. Keyin belso'zni qilsam, keyin men opam dishani yo'aman, belso'z qilaman uylarni. Pilisozni ko'tara olasizmi? Kuchingiz yetadimi? Uyda yana nima ishlar qilasiz, Zilola? Bitta katta xonalarni ham tozalayman. Kichkina uyni ham tozalayman. Nega faqat sizga bu ishni qildirishadi? Anada uyimiz chiroyli bo'lishi uchun edi. Zilola katta bo'lsa kim bo'ladi? Direktor bilan o'qituvchi bo'laman. Direktor bilan o'qituvchi bo'lasiz, ha? Avval o'qituvchi bo'lasiz, keyin direktor bo'lasiz, shundaymi? O'qituvchi bo'lish uchun nima qilish kerak? Ishlarni qilish kerak. Qanday ishlarni? Tozalash, belso'z qilish, keyin hamma ishlarni qilish, keyin esa ishlarni yuvish. Zilola, yaxshi qiz bo'lish uchun nima qilish kerak? Yaxshi dam olib, yaxshi uxlab, erta turib, kiyimlarni kiyib, keyin tuflini kiyib, sochlariga ovqatlarni yeb, keyin bo'ldi. Keyin tuflini kiyasiz, keyin ko'chaga chiqib borib kelsak bo'ladi. Qayerga borsa bo'ladi? Magazinga ayotni so'rab, keyin hop desa ayasi ham so'z beradi, keyin ayasi bilan birga borib keladi. Kim bilan ko'proq gaplashasiz? Dadam bilan. Nimalarni gaplashasiz dadangiz? Harflarni o'rgatadi. Bog'chada qanday taomlarni berishadi, ovqatlarni berishadi? Sho'rva, osh, makaron, Sho'rvani ichida nimalar bor? sabzlar bor. Sabzlarni ham yeb tashlayman men. Yana? Ichida yana nima bor? Faqat sabzimi? Sabzlar ham bor. Keyin esa kartoshka bor. Go'shtchi? Go'sht ham bor. Faqat men go'shtlarni yaxshi ko'raman. Go'shtlarni solib bersa, keyin yeyman-da. Sabz ham yeyman men. Keyin kartoshka ham yeyman. Hammaga solib berishadimi go'shtini? Birinchi bo'lib go'shtini yeb qo'yasizmi? Ovqatni ham yeb qo'yaman, sho'rvasini ham ichib qo'yaman. Ikkinchi ovqatni ham yeb qo'yaman keyin. Zilola, pulingiz ko'p bo'lsa nimalarni olgan bo'lardingiz? Kitoblar, Qanday kitoblar yoqadi? harflar kitob. Harflar kitob. Katta bo'lsangiz kitob o'qiysiz-a, demak. Tog'ni tepasiga chiqib nima qilish kerak? Tepasidan ko'rish kerak, keyin ayasi uni rasmga olish kerak. Keyin asta tushadi o'zlari. Asta tushgandan keyin boshqa tog'ga ketadi. Boshqa tog'dan ham asta tushadi. Nimaga onajonlarimiz, dadajonlarimiz yosh bolajonlarni ko'p rasmga tushishaveradi? Ko'rish uchun. Ularni bezantirib, keyin rasmga tushiradi. Nimalardan xafa bo'lasiz? Hech kimdan xafa bo'lmayman, men faqat aniqsa yoshmayman. Ursa ham xafa bo'lmayman. Ishlarni qil desa ham qilaman. Hammasini qilib berishmayman. Zilola, nimalardan xursand bo'lasiz? Ayajonim kelsa xursand bo'laman. Men palapartish emasman deb aytingchi. Men palapartish emasman. Mana aziz bolajonlar, ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizni tomosha qilganingizdan zerikib qolmagan bo'lsangiz, biz bag'oyat xursandmiz. Agarda siz ham bizning ko'rsatuvimizda ishtirok etishni xohlasangiz, ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qiling. Keyingi sonlarga qadar ko'rishguncha xayr.